Azimjon aka, mana shu darvoza 1.250 mingmi? 1.250 ming 2 qavatli shumkali Samarqand fason darvozamiz. Aha. Keyingi darvozamiz, pechat shtamponchi darvozamiz 500 mingdan 700 minggacha. 500 ming O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Aytilgan narxlar kvadratga hisoblanyapti. Kvadrat be, joyga qarab, endi joy hammada har xil. Keyingi darvozamiz high-tech fason darvozamiz 2 qavat shumkali darvozamiz. 1.200 mingdan O'zbekiston bo'ylab. 1.200 ming. O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka hammasi bepul. Bepul. Mana. Keyingi darvozamiz Afsona fason darvozamiz, bu ham 2 qavatli shumkali darvozamiz. Bu ham 1.200 mingdan. Bu taraf akalar budjetli variantlar. Budjetli variantlar pechat darvozalarimiz 500 mingdan 700 minggacha bo'ladi. Polnisi materiallari qalinda bo'ladi. Avtomobilni devokraska, temirlar ishlatiladi. Mana hurmatli obunachilar, eng asosiysi mana high-tech fasoni bu tarafda arzoni ham bor ekan. Nech pul chiqadi dedingiz kvadratini? 500 mingdan 700 minggacha chiqadi. O'zbekiston bo'ylab polnisi qalin qilib, chiroyli qilib ustanovkasini qilib beramiz. Bosib boradigan joy akalar, aloqaga chiqasizlar, inshaalloh dastavkalarni akalarimiz qo'ldan kelgancha tezlatib yetkazib berishadi.